Hop, assalomu alaykum Surxon Sport kanalining ashaddiy muxlislari. Do'stlar, bu galgi videomiz xudo xolasa qurilish qilayotgan akalarimizga bo'ladi. Bugun biz Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani G'o'rg'ur mahallasiga kelganmiz. Ustakalarimiz assalomu alaykum. Sodiq akamiz, Sulton akamiz chiroyli shunaqa tunikafon xizmatlarni qilgan ekan. Ushbu ishlarini sizlarga ham ulashmoqchi bo'ldik. Bugun tunikafonimiz narxlari necha puldan bo'lyapti va nimalari ichida qilib beryapti, hammasini sizlarga birma-bir batafsil aytib beramiz. Sodiq aka, xo'p, muxlislarimiz so'rashib olsalaringiz bo'ladi. Assalomu alaykum Surxon Sport kanalining kuzatib boruvchi muxlislari. Xo'p, tunikafonimiz hozir bergan necha puldan bo'lyapti va bergan necha kvadrat ketgan, batafsil ma'lumotlarni bersangiz va usta nimalari sizlardan, usta haq qanday bo'ladi, uyda egasi nima beradi, hammasini muxlislarimizga yetkazib bersalar. Sodiq aka, berda endi bu yangicha fasonda bu. Yangicha bu hol bunday kam bo'lyapti. Endi xohishiga qarab uydagilarni uchlik tunikadan bo'lgan, oqqa mokro bo'lgan, ko'rsatish xas birma-bir hammasini. Uchlik tunikadan 110 ming so'mdan bo'lgan. Kvadrat, ketgan tunika hisobi profil desa, usta haqi, tunika hammasi o'zimizdan bo'ladi. Yotoq joyi bilan choynonni bergan, deydi. Kabel svetini olib bergan. Uyda egasi. Ya hammasi o'zimizdan, hammasi. Dastavkasi yo'q, qattiq usta haqi hamma narsasi. Tushunarli. Xullas 110 mingdan. 110 ming so'mdan bo'lgan. Kvadratda bizim muxlislarimizga aslida o'zi 120 130 ming qilinadi. Joyiga qarab baland kelishiga bog'liq, kelishib ketmaydi. Albatta akalar, agarda Surxon Sport nomini chiqsalaringiz, sizlarga juda ham kelishtirib, ustakalarim chiroyli qilib beradi. Xo'p, hamma narsasi o'zlaridan ekan, faqat yotoq joy, agar uzoq bo'ladigan bo'lsa, nimalarni beradi? Choynon beradi, osh-ovqat. Bu yog'i hammasi ustakalarimiz o'zlaridan shunaqangi chiroyli tunikafonlarni qilib beradi. Bo'lmasa biz bitta hammasini aylantirib ko'rsatsak, albatta. Keyingi ishlarni deb ko'ramiz. Ish bo'layotgan. Keyingi yana uyimiz bor ekan, uni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, bakavinkalarni ham chiroyli qilgan ekan. Mokri qilingan ekanda bular. Mokriga oq ekan. Bu tomonlar, navislar. Uyimizni oldi tomondan ko'rinishi tamam yashib qolar ekan. Xo'p, do'stlar, mana ikkinchi uyimizga keldik. Bu ham Jarqo'rg'on tumani Obuhayot mahallasida ekan. Bu yerda hozir ish jarayonlari ketyapti ekan. Ish jarayoni bo'layotgan joy. Ish jarayonlari bo'layapti. Bu ham mokrimi rangi endi bu? Mokri, однотомный mokridan bo'ladi. Hamma tarafdan. Bu qalinligi qandaydan? 0.35 0.35 ga. Gap yo'q. Uyda ham akamiz juda chiroyli qilgan ekan, fasonini ham. Xo'p, muxlislarimiz ko'p kutirmasdan narxini bir aytib o'tib ketaylik. Narxini 130 mingdan olganmiz. 130 mingga? 0.35 ga qolindiradi. Bo'ldi akalar, 130 ming so'm ekan kvadrati. Hozir ustalarimiz akalarimiz ishlayapti. Ishlash jarayonlarini ham bitta ko'rsatib o'tamiz, keyin yana video davomida fasonlarini ko'rib boraveramiz. Bo'lmasa bitta ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, hozir mana bu yerlari qilinibdi. Mokri sevit ekan. Однотомный ham deydi. Mokri однотомныйda. Mokrida. Bir xil qilinadi. Qilyapti. Mana bu yerlar ham hol bo'lar ekan. Hozircha bitmagan. Ustakalarimiz bu ishlayapti. Xo'p, mana bu tomonlari asosiy qilinyapti. Tunikafonning qilinish jarayonlari akalar. Xuddi mana shunaqangi tunikafon qilinadi. Bitgandan keyin mana shunday holga keladi. Mana yerlari bitmagan joyi.
Bularni ham ko'rsating materiallarimiz. Materiallar, ha? Ha, buklangan holatlar. Mana. Shu holatda keladi Shu material. holatda tayyorlanib kelinadi. Mana. Shu holatda materiallarimiz kelar ekan. Buklangan holati. Qalinligini bitta ko'rsatib o'tay ekan. 0.35. Mana bitta ko'rsatib qani. Ichga yozilganmi? Xo'p, mana yozilgan xuddi shunaqa. 0.35lik. 0.3 bo'ladi, 0.33, 0.4. Qalinligi, ha? Yoziladi. Mana shunaqangi tunikani qalin yoqasi bo'lar ekan. Mana bu bunga ham yozilgan. Ko'rsak to'g'riroq bo'lar ekan. Qalinligi xuddi shunaqa qilinar ekan. Mana bu yer yaqindan ko'rsak, bu tomon bitmagan joyi ekan, bitgan joyi xuddi shunaqangi chiroyli. Oson berilar ekan. Tomonlar ham bitgandan keyin juda chiroyli bo'lib qoladi. Biz hozir o'tgan uyda ham ko'rsatdik, bitmaganini ham bitta ko'rsatib o'taylik qilinish jarayonlarini. Xo'p, ustakalarimizdan faqat abed yotoq joy uzoq bo'lsa, uzoq bo'lsa yotoq hammasi o'zlaringizdan, O'zimizdan. hammasi ustakalarning o'zlaridan bo'ladi. Mana shu tunikafon, tunikasi, shurupni ismi hammasi, Hammasi. hammasi ichida. Fasonni tanlasa bo'ldi. Fason tanlaysiz. Fasonni nimalari ko'p, varianti ko'p. Katalogimiz bor, telefon Bor, albatta borib sizlarga ko'rsatib, qaysi yoqsa shu fasonni sizlarga qilib beradi. Xo'p, pastda telefon raqamlari bor. Ustakalarimizni kunduz istalgan vaqtida bog'lanib, yana to'liqroq ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Kimgadir tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, pastda telefon raqamlariga bog'lanib berasizlar. Ustakalar, bo'lmasa rahmat sizlarga. Xudo xolasa muxlislarimiz xafa qilmaysizlar degan umiddamiz. Boricha. Bu yog'i muxlislarimiz xudo xolasa bog'lanadi sizlar bilan. Shunaqangi chiroyli tunikafon. Surxon Sport nomidan chiqsa albatta bonuslar bor. Xo'p, bu 130 ming so'm narxi kvadrati, u 110 ming so'mda. Bo'ldi akalar. Endi yana bitta aytib o'tdik, necha pulgacha boshlanadi? Narxi 110, 105 mingdan. 110, 105 mingdan. 170, 180 minglik fasonlar ham bor. Balandda. Bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Aloqa chiqaverasizlar kimgadir tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa. Xo'p.